70 yillik tarixga ega Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti nafaqat yurtimiz, balki butun Markaziy Osiyoning ilmiy innovatsion markazlaridan biri hisoblanadi. Aynan ushbu universitetning 70 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Unda xorijiy tashkilot vakillari ham ishtirok etishdi. Jarayonlardan muxbirimiz Jasur Hasanov xabar qiladi. Gullar va shiorlar bilan bezatilgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti maydoni ilm-fan maskanining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbir ishtirokchilarini qarshi oldi. Bugun bu yerda nafaqat talabalar va professor o'qituvchilar, balki xorijiy mehmonlar, diplomatik korpus vakillari va yetakchi xalqaro tashkilotlar rahbarlari to'plandi. Bu yerda bo'lishimdan mamnunman. Bugun ushbu universitet o'zining 70 yillik yubileyini nishonlamoqda. Yillar davomida bu maskandan ko'plab akademiklar, olimlar va mutaxassislar yetishib chiqqan. Shu bois bu yer chinakamiga bilim va taraqqiyot o'chog'idir. Barcha professor, o'qituvchilar, talabalar hamda bitiruvchilarni chin qalbimdan tabriklayman va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Tadbir davomida do'stlik bog'ining ochilishi va ko'chatlar ekish marosimi xorijiy davlatlar aro do'stlik va hamkorlik ramzi sifatida yodda qoldi. Yangi laboratoriyalar, startap ekotizimini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar va xalqaro hamkorlik barchasi yoshlar uchun beqiyos imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Tadbir doirasidagi anjumanda muhokama etiladigan masalalar va qabul qilinadigan takliflar O'zbekistonning raqamli transformatsiya strategiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari universitetning 70 yil davomida erishgan yutuqlari sarhisob qilindi. Jasur Hasanov, Dilmurod Ziyoyev, Yoshlar.